Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, biz Namangan shahardagi 50 kilovatli obyektimizni tugatdik. Shu haqida ozgina sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Xonadon egalarining rasxodlari ko'pligi uchun xonadon egalari 50 kilovatli quyosh panel stansiyasini qo'yishini so'raganida, bundan maqsad o'zlarining ham rasxodi katta ekan, ortgan qismini davlatga sotib foyda olishni ko'zlangan maqsad. Hozir biz Namangan shahridagi shu uy egalarining tomini 20 metr balandlikda turibmiz. Qo'yish jarayonlarida ozgina qiyinchiliklarga uchradik. Shuning uchun shuni video qilib chiqarmoqchi bo'ldik. Endi bu qo'yilgan panellarimiz, metal qismlarida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bu quyosh panelimizda qo'yilgan quyosh panellarimiz ikki tomonlamali Jinko brendiga tegishli quyosh panellari. Metal qismlarimiz zanglamas Askinkovki metallardan, gayka boltlardan yig'ib qilingan. Simlarimiz yonmaydigan, o'zini zavodskiy maxsus kabellari bilan montajlari qilingan. Hozir biz pastga tushib, sizlarga pastda invertor ishlayotgan holati, necha kilovat nagruzka ushlayapti, shu haqida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor invertorimizni montaj jarayonlarini ozgina ko'rsatgan video qilyapmiz. Mana bu shitimizda maxsus o'zini postoyanno to'kuvchi avtomati va chaqmoq urganda himoya qiluvchi DC zashtamiz qo'yilgan. Bu DE invertorimiz hozir ish faoliyatida, rabochiy holatda turibdi. Soatimiz 4-5 oralig'ida. Mana hozir nagruzkamiz xudo xolasa 32 kilovat ko'rsatib turibdi, ishlab turibdi, ish faoliyatida. Bu selovoy shitimiz, shu yerdan счетчикka qarab chiqib ketadi. Tok sotilyapti hozir shu holatda. Ko'p klientlarimizdan talab bo'lgani uchun DEga qo'yib beryapmiz. DE invertoriga zavodimiz 5 yil garantiya beryapti. Ehtiyot buzilib qolsa, netib qolsa hamma zapchastlari bor. Ishlashi juda ham zo'r, a'lo darajada. Hamma yo'qimiz zavodskiy bo'lgan, zazemleniyalarigacha bo'lgan. Va xolasa shunaqa xizmatlar bo'lsa, Vodiy Ideal elektrik jamoasiga murojaat qilamiz. Arzon va sifatli yetkazib qo'yib berishga kafolat beramiz. Rahmat.